nima spusk edida bor, spusk. Nay, keyin bular lestitsa qilib chiroqqa taqlandi. Dostlar, 16-iqlimdagi Mo'chog'i. Chaqtoq Kishdo'g'on shahridagi. Biz hozir cho'miladigan joyimizni danan pastga bu. Biz cho'miladigan joyimizdan ham pastga. Hozir shuni ana bu yerda olov yoqiladi, olov. Endi vaqtiga gaz bo'lmagan vaqtiga o'tin yoqilgan asosan u eski vaqtlarga. Ha? Endi balonni keyin yoqtirdilarsizlar. Balon soyuz paytidan keyin mustaqillikka gaz problema bo'lgan vaqt Hozir gaz bilan ishlayaptimi? Hozir gaz bilan ishlayapti. Buni bugun yoqasiz gazni, 1-2-3 kun o'tin qalab turasiz. 3 kunda qiziydi bu ham bu. 3 kunda? Ha, necha kunda qiziydi? Ha? Ha, keyin lekin o'chirib qo'ysangiz ham o'zi o'chirilgan mana. O'zi o'chirilgan. 1 hafta lekin turadi issiqligi. Oho. 1 hafta turadi. Endi o'zi men buni ochmayman, unda dadasi yo'q ketgan. Endi o'zi demasin nimaga ochdingiz deb. O'zi bo'lardi uni. Mana bu aytgan ana bu ishlar, mana bu eski ish bilan olmasa. Mana bu eski ish. Endi ustidan 100 marta buni shkaturka qilgani bari eski ish. Ha, eskimi yangiga o'xshar ekan. Может ustidan bir qator tergandir ham может. Ichiga eski ish terilganda ham bu toshdan qurilgan. Qarang. Nima qoziladi? Bunaqa. Transheya qoziladi, chuqur qilib. Mana shu chuqur qilib transheya qozilgan. Keyin hambonni fundamenti nimadan? Tog' to'g'ishidan fundament qilib chiqilgan. Buni yo'lak qilib. Yo'lak ustiga ham tosh qo'yilgan. Toshning qalinligi mana shunday bor. Mana tosh qo'yilgan. Hozir biz o'sha toshning ustiga turamiz. O'sha olov toshni qizdiradi. Toshning qalinligi qanchaligini men toshni bilaman, unda dadasi biladi, где-то 20 santimetrlar bo'lishi kerak. Qo'yilgan toshlarni o'sha nimani ustiga, fundamentning ustiga. Fundament ham lekin nimadan? Toshdan, tog'ning toshidan. Bular ustidan shifka qilingan, yana bu nimaga ishlar bilan yaqinga qilingan restavratsiya. Bizning shu bo'lanligimiz shu yerda o'tgan, shu ko'chada, shu mahallada. Hambomni kanalizatsiyasi mana shunday chiqib ketadi. Uylardan keyin kanalizatsiya bu, keramik bo'lgan bu kanalizatsiya. Keramik kanalizatsiya. Hambomdan 100 metr, 150 metr uzoqroqda. Arqa ko'chada. Bu haq Ulug'bekning observatoriyasida qilib qurilganda, uni avvalgi formasi ikki tomonida nima bor edi? O'tiradigan unaqalar. Tapchanlar bor edi. Endi hozir ularning hammasini olib tashlab yangilandi. Архитектурно памятник старый хаммам, баня 16 века находится под охраной государства. Bu hammomdan Buxoroga ham bor, lekin uniki bunday kattaligi bo'yicha nimadan bundan kichkinada. Buxoro shahrida ham bor. Bunday nima emas. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Nima? Asad. Hozir o'jarab keladi bo'libdik. Bu razdevалкасы ekan, ha? Bu ham boshqacha edi hozir razdevalka. Ha bu yerda o'zi bular o'tirgan joyga tapchanlar bor edi. Razdevalka kichkinaroq edi. Kengaytirdilar-da bu yerni. Ikkita oltilarga qo'y. Aka, birinchi bir kirib chiqsak bo'ladimi? Davay, chazman men yechilib kiraman, bari kelmayman-da. Yengilroq, keyin nima qiling ana, любой tasiga so'ring. Mana bu zamonlarda bu ishlarni. Yo'q, bir ikki. Yerdan kiradimi?
Bismillahirrahmanirrahim. Vay. Bu toshdan qurilganmi? Ana shu oyog'imizdagi tosh. Oyog'imizdagi bu mana bular olinadi, bular apshika bular. Bu mana bu apshika bular, keyin bo'lgan bu. Takka tosh deyilgan. Tosh. Qarang. Ro'maytni ustiga avval yama qoziladi. Keyin transhiya qilib, ana bu okopga xuddi u toshdan ko'tariladi fundament. Mana bu fundamentlari. Keyin ustiga tog'ni toshni qo'yasizda. O'shani plitani joyiga. Pol. U pol ochiq edi, yaqingacha ochiq edi. Odam yiqilmasin uchun sement bilan mana bunaqa qilib mana qilinardi. Shu odam ketmasin uchun. Ular shu pandemiya davrida katta pul ajratib berdi UNESCO. Mana shu toshdan terib chiqdilar keyin. Mana bular plitalarni hammasi ashqada yangi yana bular. Mana bular yangi. Eskilari mana buni tagga turibdi. Mesela dostlar qaramizlarchi 16-qilindagi bundan qancha 500 yil murdagi moncho. Buna bu yerlarga o'tirishar ekan-a? O'tirishar ekan-da. Bu yerda bu lagan bagalarni qo'yilib bu yerda yotishadi. Toshiga olma ichkari kirsa, yana ichkariga aytaman. Mana misol uchun yosh bolalar bilan kelib o'tiradi. Kelinglar ichkari sizlar bitib ketaveradi. Ana, qarang. Yaqindagi alohida degan joy mana bu yerda. Mana bu yerda alohida. Yo'q, o'chib qo'yilgan-ku. Ana bu yerda alohida. Mana bu yerda istigan, bu tosh o'sha aytgan tosh ana shu yerda. Bu hambonni nima joyi bor? Ana bu yerda yotsangiz agar, masalan, 1 soat yotsangiz, suyagingiz bu-ku, suyak, ko'st, ichidagi ilik bo'ladi, ilik. O'shagacha iriydi. Lekin bu yerdan chiqqandan keyin sirasi sovuq, buni o'ralib o'tirish kerak. Hozir chiqqandan keyin terlayverasiz, choy ichaverasiz, badani sovutish kerak, keyin chiqish kerak. Ko'chaga. Men tezda chiqay. Yeniroq kelish kerak edi. Bo'lmaydi. Keltirasiz. Shu bo'lmaydi. Mana bu Mana ana to'g'ridagi kichkina nima uchun kichkina? Ular britsa qilish uchun. Shunaqami? Britsa qilish uchunmi? Britsa qilish uchun o'zingcha Kichkina xona qo'yiladi. отдельно для бритья-da? Mana odamlar tozalaydi-ku mana shu yerda. Kim ko'rmasligi uchun bu yerda yopilgan bo'lgan. Ba'zan yopilgan bo'lganda bu yer. Qarang. Hozir hamma narsa aralash yangi hammomlarda. Bu isiydi, bunga o'tirganda. Mana normal bo'lsa. Mana shu yerga chiqib oladi. Biz ham kichkinamizligimizga 50-60 kishi birdan kirardi bu yerda. Ana nimalarni bo'kona hammasi to'lardi. 40 tamiz shunday edi unaqa. Razyovalkasi 40 ta edi. Menda o'sha esimda yo'q. Hammasi to'lardi. O'sha bo'lib ketadi suvda. Voy aka chiqay. Bu nima? Bu nima? O'sha yama ketadi. Ha? Yama. Suv ketadimi? Ha. O'sha yerga ketadi. Hammasi o'sha yerga to'lanadi. O'sha odamlar o'sha yerga ketadi. Odamlar birinchi xonaga yurilsa ham o'sha yerga keladi. Chiqayman. Mana shu yerlarda do'stlar chog'ilib olib, o'tirib, muncha qo'pa tushganda nimaga? Mana yerlar qadimgidek ostidan tosh qo'yilgandek, mana shu toshning ostida o't chaqilib, issiq bo'ladi deydi. Turk munchasiga o'xshab ketadi ekan. Do'stlar,
сіздер үшін біраз съемка қылайын деп киімменен кірген едім, шыдамай кеттім, шығайын. Елестетсеңіз, 16 ғылымда Ұлықбектің дорында құрылған мончо, таш хаммон деп айтылады екен. Таштан құрылған мончо. Ох, бұл қатуыстан. Ошо достор эми. Түшөлөйм жыргап.